Assalomu alaykum hammaga aziz do'stlar, aziz obunachilar, charchamayapsizlarmi? Sog'omonmisizlar? Sizlar bilan har doimgidek men Hasan Himmatovman. Do'stlar, bugun biz Qarshi shahar Naqshab mahallasidagi yana o'sha Afruzaxonlarning uyiga keldik. 2 yoshli qizchani chiqardik. O'sha ko'zlari bitta ko'zi o'yib olingan qizchani internetga qo'ydik. Juda shov-shuv bo'lyapti. O'sha qizchani oldiga keldik va Didit firmasi tomonidan bu qizchaga bitta kolyeska berib yuborildi do'stlar. Sovg'a kelgan. Hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana bu kolyeska Didit firmasi tomonidan shu qizchaga berildi do'stlar. Alloh rozi bo'lsin. Shu firma har doim yosh bolalarni chiqarsak, yosh bolalarga o'sha kolyeskalar, samakatlar, shunaqa sovg'alar berishadi. Bu Afruzaxonga ham Hasanjon olib borib bering, maza qilib buni haydasin deyishdi. Shuning uchun olib keldik do'stlar. Afruzaxonga qani ko'rsatamiz, hayda oladimi yo'qmi? Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Sovg'alar qanday sovg'alar, yoqdimi? Charchamayapsizmi? Ishlaringiz yo'qmi? Obunachilarga salomlashib qo'ying. Mayli, qizlarimga shuncha sovg'a berib, xursand qilganingizga Alloh rozi qilsin sizlarni. Opamiz hayajonlanib turibdi. Afruzaxonni chiqardik. Juda ko'pchiliklar yozishyapti. Qanday yordam bo'lyaptimi? Yaxshi yordam beryapman. Odamlar yordam qilishyaptimi? Yordam qilyapman. Kecha dedingizmi? Kecha tekshirib ko'rgan ekan, 3 milliondan ko'proq pul tushgan ekan. Bugun ancha yana tushib qolgandir. Do'stlar, qo'llab-quvvatlashda davom etamiz. Afruzaxonni ko'zini operatsiya qilish uchun 35 million so'm pul kerak. Yordam qilib turasizlar. Bu sovg'ani opa Didit magazin tomonidan berib yuborishdi. Shu Afruzaxonning videosini ko'rishgan ekan. Keyin shu qizchaga ehsonimiz bor edi deb chaqirishdi-da, mana shuni berib yuborishdi. Maza qilib haydashsin deyishdi. Bu juda zo'r ekanda. Qo'ya menga ochib ko'rib, mana qilib tushuntirishdi. Mana bu bluetooth bor ekan. Bluetoothli ekan. Telefonga ulab qo'yib, qo'shiq ham qo'yib qo'yasiz. Qo'shiq qo'yilib ketaverar ekan. Keyin ham sovg'ani berishdi. Mana bu endi nima jo'jachalar, batareykasi bor ekan, orqasida qo'yib o'ynasa bo'lar ekan. Keyin mana buni o'rdakcha ekan bu. Qo'ya ko'rsatyapti akamiz. Bu o'rdakchani ham berib yubordi. Shu Didit magazinda. O'rdakcha shu boshini aylantirar ekan. Gaplashar ekanda. Zo'rmikan? Zo'rmikan? Xullas batareyka qo'yib ishlatilar ekan. Buni ushlab turing. Mana bu soyabonchasi bor ekan. Buni bemalol ko'chada aylantirib yursangiz bo'lar ekan. Afruzaxon mindirib olib. Mana bunday qilib qo'yasiz. Bu gapiryaptimi deyman? Biz gapimiz qaytaryaptimi? Ha? Salom. Salom. Afruza. Bu gaplashar ekanda bu qizcha bilan. Keyin bu soyabon ekan. Bemalol mana bunisini ana ko'tarib, baland qilib o'z ligirovka qo'ysiz bo'lar ekan. Mana xohlaganingizni qo'yib qo'yasiz. Surib ketaverar ekansiz. Mana buni o'chirib turaylik. Odam ustidan kulganda gap qaytaryapti u. Nima desam takrorlayapti bu. Keyin qarang. Mana bu knopkachasi bor ekan. Mana buni bunday yiqitib qo'yib ana qilsiz bo'lar ekan. Ha? Kolyeska qilsa ham bo'lar ekan. Keyin bunaqasiga aylantirib qo'ysa ham bo'lar ekan. Mana bunaqasiga qo'yib o'ziga qaratib olib yotqizib xullas bunaqasiga ham xullas yotqizib nimadirlar qilsa bo'lar ekanda. Yotqizib ketaversa bo'lar ekan. Oyoqchasi chiqar ekan mana bu yoqdan. Oyog'ini qo'yib mana bularni yig'ib qo'ysa bo'lar ekan. Xullas, shu sovg'ani berib yuborishdi sizga.
Endi mana shu Dedit firmasini, shu berib yuborgan insonlarni bir duo qilib qo'ysangiz, ishlarini rivojini bersin. Amin berganiga sizlarga birni berdi, ularga mingni bersin. Ular uzoq safarlarga, hajlarga borib hamma qilgan ihsonlari amalga oshsin. Ro'za oyi, Ramazon oylari. Aytganingiz kelsa, duo qilib qo'yasiz shu insonlarni va do'stlar, bizni ko'rib turgan obunachilar bo'lsa, shu Afruzaxonga yordam kerak. Keling, bitta ko'rsatib qo'yay. Salom deb qo'ying obunachilarga. Salom deng. Shu qizchani ko'zini operatsiya qildirish kerak. Bu ko'zini, bitta ko'zi protez olib tashlangan, ikkinchi ko'ziga ham o'tib ketmasligi uchun ko'zini shu olib tashlamaslik uchun operatsiya qildirish kerak. 35 million so'm pul so'rashyapti ekan Toshkentda. Qo'llab-quvvatlab yordam berib yuborasizlar degan umiddamiz. Xudo xolasa, o'sha pullar yig'ilib qolsa, keyin bu qizcha Toshkentga borib operatsiya qilinadi va o'sha ko'zi, bitta ko'zini bo'lsa ham saqlab qolamiz do'stlar. Shuning uchun mana shu videoni yaqinlarga tarqatamiz. Qo'ldan kelgancha o'sha karta raqamini qo'yib qo'yamiz. Opani To'lqinoy Jo'rayeva chiqadi. To'lqinoy Jo'rayeva chiqadi. Bemalol ehson qilmoqchi bo'lganlar bemalol yordam qilsanglar bo'ladi. Mana shu videoni maksimal darajada like bosib tarqatasizlar. Bugungi videomiz shunaqa bir qisqa video bo'ldi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishamiz, xudo xolasa. Opamiz qaytdi bo'lmasa, bir o'tirg'izing, ha, kalasi kelyapti. Ha, tag shoshmang. Tagidagisini bosilarkan, knopkasi. Opasi ham haydasa bo'lar ekan-da, 4 yoshlarga ham bo'lar menimcha. Bu oyog'ini qo'yib ketsa bo'lar ekan. Ikkita qizingiz ham bemalol haydab yuraversa bo'lar ekan. Mana bunisini bosasiz. Bunday qilib qo'yasiz. Ana. Shunaqa qilib aylantirib yurasiz. O'yinchoq ushlab oling.